Bakterial hujayraning kimyoviy tuzilishi va morfologiyasi. Bakteriya hujayrasining kimyoviy tarkibi oqsil, uglevod, lipid, nuklein kislotalar va suvni o'z ichiga oladi. Bu moddalarga uglerod, kislorod, vodorod va azot kabi elementlardan tashkil topgan. Azot hujayra quruq massasining 8-16%, uglerod 45-55%, kislorod 30% va vodorodni tashkil etadi. Asosiy organik moddalar. Oqsillar hujayraning asosiy vazifalarini bajaradigan fermentlarni o'z ichiga oladi. Uglevodlar energiya manbai va hujayra tuzilmasining bir qismi. Lipidlar hujayra membranalari va energiya saqlash uchun zarur. Nuklein kislotalar genetik va ma'lumotni tashishda muhim rol o'ynaydi. Xo'sh, bakteriyalar yunoncha so'zdan olingan bo'lib, ular ikki xil guruhga bo'linadi: evkariot va prokariot. Bakteriyalarda hujayra pardasi, ko'p miqdorda dezoksiribonuklein kislota, ya'ni DNK va sodda yadro mavjud. Mitoxondriya va xloroplastlar odatda bo'lmaydi. Yadroning xromosomalari va qobig'i ko'zga ko'rinmaydi. Bakteriyalar ko'ndalangiga bo'linish, ba'zan cho'zilish yoki kurtaklanish yo'li bilan ko'payadi. Bakteriyalarning ko'p turi tayoqcha shaklida bo'ladi, biroq sharsimon, ipsimon yoki buralgan shakli mikroorganizmlarda uchraydi. Bakteriyalarning fiziologik xususiyatlari nihoyatda xilma-xil. Ular biokimyoviy jihatdan juda faol. Bakteriyalarning suvda, suv havzalari, zaminda va boshqa joylarda tarqalgan. Xo'sh, bakteriyalarning katta-kichikligi, shakli, tuzilishi, harakatchanligi har xil. Sharsimon bakteriyalarning diametri odatda 1-2 mikrometrga, tayoqcha shaklidagi bakteriyalarning yo'g'onligi 0,4 dan 0,8 mikrometrgacha, uzunligi 2-5 mikrometrgacha bo'ladi. Ba'zan juda yirik bakteriyalar ham uchraydi. Masalan, makrofusa diametri 20 mikrometrgacha juda mayda bakteriyalar ham bor. Ayrim bakteriyalar shu qadar maydaki, hatto bakteriyali filtrdan ham o'tib ketadi. Xo'sh, ayrim bakteriyalar shu qadar maydaki, hatto bakteriyal filtrdan ham o'ta olar ekan. Sharsimon bakteriyalar, ya'ni koklar deb ataladi. Agar koklar ko'ndalangiga bo'linish yo'li bilan ko'paysa va bo'lingandan keyin bir-biriga qo'shilganligicha qolib zanjir hosil qilsa, streptokoklar deyiladi. Hujayralar 3 ta o'zaro tik yo'nalishda bo'linsa, hujayralar xaltachasi, ya'ni paketini hosil qiladi. Bunday shakl sarsinalar uchun xos. Demak, hujayra pardasi ostida sitoplazmatik membrana bor. Shu membrana moddalar almashinuvida muhim rol o'ynaydi. Sitoplazmada ribosomalar bo'lib, ular tarkibida RNK kiradi. Bakteriya hujayrasida DNK iplari bor. Ular qobiqsiz yadro, ya'ni nukleotid hosil qiladi. Bakteriya yuqori temperaturaga odatda chidamsiz, quritish, oftob, har xil kimyoviy moddalar bakteriyani o'ldiradi. Bakteriya sovuqqa chidamli, shu tufayli tuproqda qishlab chiqa oladi. Bakteriyaning ko'pi oval yoki yumaloq shaklli sporalar hosil qiladi. Bakteriyalar sporalari yuqori temperatura va zaharli moddalar ta'siriga juda chidamli va bardoshli bo'ladi. Sporalar qulay muhitga tushganda, ulardan tayoqchasimon yoki vegetativ hujayralar paydo bo'ladi. Bakteriyalarning rivojlanish sikli har xil. Masalan, mikobakteriyalar bo'linish yo'li bilan ham, kurtaklanish yo'li bilan ham ko'payadi. Miksobakteriyalarning vegetativ hujayralari qisqaradi va kichrayib, yumaloq oval shakli mikrosistalar hosil qiladi. Ko'pchilik bakteriyalar organik moddalarni, ba'zilari anorganik moddalarni oksidlash yo'li bilan energiya oladi. Faqat kislorodli muhitda yashay oladigan bakteriyalar aeroblar, kislorodsiz muhitda yashaydigan bakteriyalar anaeroblar deyiladi. O'simlik va hayvon qoldiqlari, sellyuloza, pentozalar, kraxmal, pektin moddalari va boshqalarni o'z ichiga o'zlashtira oladigan mikroorganizmlar ishtirokida parchalanib, pirovardida karbonat angidrid bilan birga suvga aylanadi. Tabiatda azot aylanishda ham mikroorganizmlarning roli katta. Hayvonlar o'ziga zarur azotli birikmalarni o'simlik oqsillaridan hosil qiladi. Hayvon va o'simlik oqsillari bakteriya ta'sirida minerallashib, avval ammiakka, keyin nitrit va nitratlarga aylanadi. Amoniyli tuzlar ham, nitratlar ham yuksak o'simliklar uchun oziq bo'ladi. Ular shu tuzlardan foydalanib, o'z tanasida oqsil hosil qiladi. Bakteriyalar boshqa biogen elementlarni ham minerallashtiradi.